Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Qaranglar. Mana bu Viktor uzumi. Qaranglar, ikkinchi yilda bunda qanday meva beradi. Mana ikkita hosili. Bu mana shu novda o'satda 6 ta 7 tagacha yangi duvarak solaveradi. Mana ikkita boshni pishiradi, yana 6 ta 7 tagacha duvarak solaveradi. Ko'rganim 7 ta duvarak solgan o'zimda. Xo'p, mana qaranglar mevalar. Ko'ryapsizmi? Mana xomtek qilingani. Mana xomtek qo'ydi. Ikkinchi yil mana shu. Mana qaranglar. Bunu ko'ryapsizlar mevani. Vujudi mevalar juda o'ta serhosil bo'ladi. Mana qaranglar. Mana shu hammasi 2 yillik. Mana. Mevani ko'ryapsizlar? Mevasiga baho beramiz. Like bosib, podpiska qilib qo'yamiz. Qaranglar mevani. Yil 12 oy ekilaveradi. Qaranglar mevani. Yil 12 oy ekilaveradi. Kimki vaqti o'tdiki bo'lmaysa, shu yerga bitta to'shqa qo'yib qo'yamiz. Bizga like bosib, podpiska qilib qo'yasizlar kanalda. Davomiy ko'rib turasizlar, xudo xolasa, bir yaxshi 50 xildan ortiq, 70 xildan ortiq mevali daraxtlarimiz bor, uzum ko'chalarimizning navlari bor, 70 xildan ortiq navlari. Bundan tashqari har xil mevali daraxtlar bor. Qaranglar. Mana mevani ko'ryapsizlar? Mevani qaranglar. 2 yillik. Mana. 2 tadan 3 tadan meva qo'yaradi. Mana qaranglar mevalar. Mana bag'da goji daraxtlarimiz ham bor. Bu goji antivirus deyiladi. Buni oilaga bir ikki tub haqiqatga ekib qo'ysa quyoshli joyga, bu shunday narsaki, ikkinchi yilda meva soladi. Ekilgandan keyin o'ta serhosil bo'ladi. Buni mayiz qilib, choyga damlab ichsa ham bo'ladi. Vareniya qilib qo'ysa ham bo'ladi. Bundan tashqari sveji holatda ham yesa bo'ladi. Bu insonni qonini tozalaydi, jigarni tozalaydi. Hamma kasalni bartaraf qiladi. Bunda shundayki, shunday xususiyati borki, qonni tozalaydi. Rossiyaning bir professori qondagi virusni faqat shu bilan davolagan. Shuni yedirib, o'sha bemorga shuni berib, faqat shuni iste'mol qildirib, shu bilan davolab virusni yo'qotgan. Har qanday aptechnik dorilarda bu virus yo'qolishi 5-6 yilga cho'ziladi, lekin o'sha videolari bor, kerak bo'lsa o'shani nima qilib beramiz. Shu gojini iste'mol qilib o'sha odam tuzalganligi haqida ma'lumotlar bor. Shu Rossiyaning olimi shuni o'zi sinab tajribada o'tkazgan. Qaranglar mevalar. Ekasiz mevalar. Mevalar qaranglar, chiroyli. Hozir gullab guldan tushyapti. Mana. Vujudi meva bo'ladi qisqasi. Bu ham o'ta serhosil. Yana bitta xususiyati buni